Salom do'stlar, videoga like bosib qo'ying. Videoni nomini o'zlaring bila olasizlar. Bu Toyota'miz o'tiribdi-ki. O'tiribdi-ki Toyota'm. Videoni o'zingizlar nomini bila olasizlar. Like, obuna, iltimos 130 taga yaqinlashaylik. Mayli 150 ta, 130 like. Mayli like uncha emas, 50 ta so'rayapman. 50 ta like bossanglar, bu ikkinchi qism chiqadi. Nomini o'zingizlar ko'rasizlar описаниеga. Davay. Uyqudan ham turdim. Soat necha bo'pti? Soat stil 8dan bitta o'tibdi-ku. 8dan bitta o'tibdi. Iltimos kechirib turinglar. 8dan bitta o'tibdi, ketdi. Biza tovarlar olib kelishimiz kerak. Shu yurgami deganlar uchun yo'q. Bu yurgamas, anoga shaharga kim bilmagan bo'lsa, men yangi ochdim, magazin ochdim. O'sha magazin o'chirib qo'yay, telefon kuyatuvdi. Va yurgaman-ku. Shaharga bora olaylik. Mana mebelni ular telefon qilyapti. Mebelni egalar telefon qilyapti. Sholaylik. Mana bu magazin. Mana bu magazin. Aytibman, qalb tovarlar olib kelganim yo'q. Mana bu yer mebel qo'ygich joy. Telefon qo'yib turamiz bunga. Endi telefon. Gudak. Oka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Nima bo'ldi? Telefon qilib qolibsiz. Mebellar tayyor. Olib ketsangiz bo'ladi. Mayli boryapman. Mebel aytibdi. Sal dovushimni qilay. Ko'proq chiqayotganimiz uzr. Birinchi videom shorts borim. Haydash kerak. Uzr, ochilmay qolsa. Ajallik. Hozir mebel olib kelishimiz kerak. Tovar, shunday deganlar. Shundaylar. Havzaga olib turaman. Uzr, ozgina xatochilik yo'l bo'libdi. Bo'ldi, xatolik. O'zlaring hozir mebel qaqqa, men qaqqa boraman. Mebel qaq. Menga hozirgina aytdi-da, mebel. Mebelingizni, mana mebelim. O'zi ketib qolibdi-da. Videoni to'xtatib turaman. Bitta narsa. Negrlar, videoni ko'ryapsizlarmi? Like bosinglar. Shuncha mehnatni ko'rib. Obuna ham bo'lib qo'yinglar, ya. Shuncha videoni ko'rib, yana shuncha necha harakat qildim men. Davay. Mana biberlarimiz. Mana pullar, telefonlar. Nazm olaylik. Ozgincha xatolik bo'lib qolgan bo'lsa uzr. xatolik bo'lgan bo'lsa
Bularni olaylik. Ketdik. Ketdik böyle. Saat qildik. Hozir. Uzr anaga qo'yib olaymi? Pulini bermabman-ku. Uzra mana tashib keting deydi-a, tashib ketamiz kadagi. Böyle. Olmuyor. Böyle gittik. Turizmin bildim. Gitse gerek. Böyle gittik. Ha yana yomg'ir yog'ardi. Hozir hayda ikkita modlarim kerak bo'lsa, obzor qilib chiqaraman hozir bu modlarni. Hammayli hozir menga qarab. Nima chaqmoq urdi uzr. Uzra chaqmoq urdi hozir. Ozgincha xatolik bo'lib qoldi. Kimga uzr. Hozir xatolik to'g'rilaydi. Xo'sh, video davom etadi. Kurdinglar, chaqmoq chaqayapti-da. Yo'q, dragon kelibdi. Uzr, videoni bo'laktanim uchun kechirasiz, hozir buni yo'q qilib olay. Bo'ldi, video davom ettirilyapti. Ketdi bo'ldi. Mebellar Robert kerak. Poyez kelib qolmabdi mana. Qaramardim unga, shuna shoy ketdim. Ketdim. Hozir mebellar joylashtiraylik. Qo'yamiz. Bu payt ana qilishni boshlamaymiz. Sotishni boshlamaymiz, ketdik ishga. Xo'sh, hozir mebellarimizni qo'yib olaylik. Bularni qo'yib olaylik hozir. Hop. Mana qo'yib bo'laylik. Ketdi bo'ldi. Kech bo'lyapti, mebellarimiz. Endi buni uyga boraylik, ketdik, nima bo'lyapti ekan. Shulardan bo'ldi. Aytdim-ku sizlarga nima boraylik deb. Urmongan bilan mahluqlar bo'ladi. Shunchalik ketdi. Ertalab aylanib chiqamiz. Keldik. Hozir ketdik. Uzr. Chiq. Kechirasizlar. Bitta zombi bostirib kelibdi bu video. Monster bor deyapti. Uxlamaymizmi yoki? Uzr. Videoni to'xtatib turaman. Bir uxlab olamiz da mizg'ib. Bo'l ketdi. Xo'sh, endi ketdik yana. Buzilib
Qolmasa bugani. Uzr zombilar yuribdik. Hozir ana quyosh chiqsin. Kechirasizlar, iltimos kechiringlar. Yosh blogerman, bular yo'q qilmabman-da. Oshkarachi biza mashina zavodi qildik. Ya buzilib qoldi mashina. Buzilib qoldi. Voy, bilim. Katta ekan buzilishdi muammosi. Kechirasizlar, hozir Toyota'mni olib chiqay, Toyota'ni kalitini shu yerda qo'yib Toyota'mni. Quflablik. Gittik. Aynalgani. Gittik. 3-chi skorsga solaman. Hozir shaharda aylanamiz. Buzilib qoldi nimagadir. Negadir buzilib qoldi. Zot bo'lmay qoldi bu ham. Nima qilamiz endi? Shu paytda ham buzilammi bile? Shu paytda ham buzilammi? Mana buzilib qoladi-da shular. Nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Ozgincha kutamizmi? Ozgincha kutamizmi? Qarochi, menga hayot kerak emas. Menga nima?